Saharlikdan keyin telefonim jiringladi. Hayron bo'lib turibdan ko'tarsam, telefonning nariyog'ida asabiylashayotgan женский голос 2-3 yoshga nalichida nima ko'ynagingiz bor deb qoldilar. Bundoq ko'ynaklarimni qarasam, bitta shu qizil ko'ynagim ular aytayotgan razmeriga mos ekan. Yana ham o'lchab bloknotlarim bilan tekshirib, ularga foto, video variantini tashladim. Bo'ladi, men olaman dedilar. Keyin qiziqib so'radim, opajon, nabirangizdami yoki qizingizda bironta tadbir bo'lib qoldimi, nimaga bunaqa azonlabdan desam, qani edi shunaqa bo'lsa edi dedilar. Qizimning ko'zi mo'ljalidan 1 oy oldin yoridi. Bunisi ham qiz bo'lganiga quda tomon hech narsa kerak emas. Shunda olib chiqamiz. O'g'il tug'ganingizda harakat qilardik deb aytishganiga qizim ho'ng-ho'ng yig'layapti. Shunaqa jahlim chiqyapti seni jonim dedilar. Atrof to'la farzandsizlar, tirnoqqazorlar. Bular yana qiz ekan deb jahl qilishyapti. Mayli, ular qilmasa qiz meniki-ku. Men o'zim chiroyli ko'ynak nabiramga ham, katta nabiramga ham, qizimga ham olib, raddomdan xursand qilib olib chiqa olaman dedilar. Ko'ynakni jo'natib yubordim. Bilasizlar, ichimda shunaqa asadik qoldi. Shuncha domlalar aytibdi, vrachlar aytibdi, internet rivojlangan zamonda qiz farzand tug'ilishi kelinlarga bog'liq emas deyilsam, nimaga quda tomon buni qiladi? Keyin bolalar katta bo'lganda qizdan beradimi senga xotirjamlikni, o'g'ildanmi? Kim biladi? Ne unaqamiz, o'rtoqlar.